Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizdan izohlarda manzil so'ralyapti. Men Turkiston restorani 2-etajda. Pastda somsaxona bor, 2-etajda Turkiston restorani bor. 4-etajda Al-Buxoriy masjidi bor. Eski masjidlarimiz. Bu ko'cha O'zbek mahalla boshida Otosh Kosobdan O'zbegim choyxonasidan kirib kelgandan keyin Million do'koni va Turkistonga kiriladi. Mana shu yerdan kirib boramiz. Fatima Zuhra magazini bor. To'g'ri kirib kelganingizdan keyin yo'llardan Fatima Zuhra do'koniga kirasiz. Fatima Zuhrada ham hamma mahsulotlar bor. Mana jenshendan tortib to tilla buyumlarga bor. Ayollarga spesial mana yuzlarini ko'rib tekshiradigan va dori marhamlari ham pul, hamma narsalar bor. Va kosmetika polni Fatima Zuhradan chiqib boramiz. 2-etajda va 2-etajga kirganimizda Turkistonga kirib kelamiz va Turkiston atmosferasini bitta ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa, polni chiroyli qilib kutib olamiz.